alaykum aziz uy joy xohishchilarda bo'lgan aziz obunachilar, mana bugun xudo xolasa sizlarga yaxshi bir lokatsiyadan uy joyimizni, yangi uy joyimizni obzorini qilib o'tamiz. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Xudo xolasa bu joyimiz qayerda desanglar, Toshkent viloyati O'rtacho'chiq tumani mustaqil mahalla fuqarolar yig'ini Ilg'or ko'chasi 31-xonadonimiz. Bu xonadonimiz endi hozirgi nomi bunaqa mustaqil mahalla fuqarolar yig'ini bo'lgani bilan bu avangard bilsanglar, avangard optnidan o'tsangiz avangard degan joy keladi. Xuddi shu joyda Podcitydan taxminan 4 kilometr kelishingizda shunda avangarddan razvorot qilib xuddi mana shu xonadonimizga kirib kelasiz. Xudo xolasa kimda xohish istak bo'ladigan bo'lsa lokatsiyasini tashlab berishadi. Bemalol kelib o'zingizlar ko'rib baholash, savdolashib olishinglar mumkin. Aziz obunachilar, bu xonadonimizning boshlang'ich narxi $80,000. Yer maydoni o'pshik uy joyi bilan hisoblaganda 4 sotikdan iborat. Aziz obunachilar, o'zingizlar ko'ringlar, baho beringlar, o'z yaqiningizga ulashib, ularni ham uyli joyli bo'lishiga sabab bo'ladi. Sog' bo'linglar, omon bo'ling. Aziz obunachilar, ko'chamiz bu mana shu avangard Toshkent Toshkent Nurafshon yo'li, katta yo'limiz mana shu. Mana shundan shundoq razvorot qilib kelib, yo'ldan shu yoqqa kirsanglar, xuddi mana shu xonadonimizga kirasizlar. Bu avangard deyiladi. Kelinglar. Mana yonimizda Miro bor, maktab, bog'cha, internet, supermarket, hamma narsa bor. Aziz obunachilar, mana xonadonimiz fasad qismi, yangi uy, yangi mahalla. Ko'chalarimiz endi asfalt bo'lar ekan. Gaz, suv, svet, internet hamma holatlari yaxshi. Mana uyimizning fasad qismini ko'rsating. Borib ko'rsating, bunda uzunligini ko'rsating. Juda ham yaxshi holatda xonadonimiz. Podcity 4 kilometr taxminan, Qo'yliq bozori 6 kilometr, 7 kilometr chiqsa, uncha ham chiqmasa kerak, chunki juda ham yaxshi, eng yo'l yuzida juda ham qulay joyda. Optnidan o'tsangiz, Toshkent shahridan kelayotganingizda Bektemir postdan to'g'ri o'sha Podcity chorrahasidan to'g'ri o'tib kelganingizda Optnidan o'tganingizda avangard degan joy keladi. Xuddi o'sha avangarddan razvorot qilsangiz, Gayning orqa tarafidagi yangi mahalla. Aziz obunachilar, hamma holatlari yaxshi xonadonimiz. Yuringlar, ko'ring, obzor qilib mana o'zingizlarga ko'rsatamiz. Xudo xolasa o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Xonadonimiz juda ham yaxshi holatda. Hovlilarimiz keng, zeleniy zonalari bor, daraxtlari bor. Keling, ko'rsataylik. Oldi mana peshayvondan iborat. Aziz obunachilar, juda ham chiroyli holatda uyimiz. Bu yoqdan kel. Mana xudo xolasa kirganingizda tepaga peshayvonga chiqqaningizda tepada zalimiz bor. Uzungina, juda ham yaxshi holatlari. Romlar kirib ko'rsating. Romlar juda ham mana ko'chaga qaragan, yorug', shinam. Zalimiz kamida 7 metr yo 8 metr bo'lsa kerak, taxminan 4 ga 8 bo'lsa kerak, taxminan kattaligi. Juda ham yaxshi holatlari. Aziz obunachilar, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Xudo xolasa aloqaga chiqib savdolashib, bemalol sotib olishinglar mumkin. Keling, bu yoqqa ham shuni ko'rsatib o'tay. Mana bu yoqda ham xohlasanglar spalniy qilasizlar. Alyuminiy registrlar bilan qoplangan parovoylarimiz, juda ham holatlari yaxshi xonadonimizni. Gaz, suv, svet, internet, taksi xizmati, qatnov yo'l qismi juda ham yaxshi holatda. Aziz obunachilar, mana uyimizning oldi peshayvon. Juda ham holatlari yaxshi. Mana aziz obunachilar, bu yoq spalniy. Shunday ko'rsatib o'ting yaxshilab. Mana aboylangan, eshik romlari MDFdan. Juda ham holatlari yaxshi. Aziz obunachilar, mana ko'ringlar o'zingizlar. Mana bu yoqda bemalol mana detskiy xona. Detskiy xona yaxshilab ko'rsating. Papalar aboylari bilan. Hammam bor. Ichkarida ham hammam bor ekan. Yo'q, mayli, bitmagan bo'lsa ham shunday aniq qilib o'tsin. Mana bu yoqda aziz obunachilar, xohlasanglar ota-onalar xonasi, xohlasanglar detskiy qilasizlar. Bu yoqda bitmagan hammomi ham bor ekan. Alyuminiy registrlar bilan qoplangan, juda ham yaxshi xonalarimiz. Issiq, yaxshi. Kelinglar aziz obunachilar, mana bu yoqda oshxonamiz bor. Oldimiz peshayvon, tepalari dekor plaslar bilan qoplangan, juda ham holatlari yaxshi. Aziz obunachilar, mana oshxonamiz. Oshxonamiz ham juda ham keng, o'tirib bemalol foydalanib, ovqatlanib ko'rsating. Mana gaz, hamma narsa holatlari yaxshi. Patrollar sekin ko'rsating, ular lik-lik ketmasin sanaqa. Mana aziz obunachilar, hovlimiz keng. Zinadan tushib bu yoqqa borganingizda mana kichkina eshigimiz ham bor, kalitka bor. Bu yoqda mashina kiradigan darvozamiz ham bor. Bu yoqda hammom, hojatxona. Mana bu yoq hojatxona ekan aziz obunachilar. Mana bu yoqda hammomlari bilan bemalol foydalanishingiz mumkin. Mana tashqaridan peshayvonlarni ko'rsating.
Tashqari mana plastiklar bilan, dekor plastiklar bilan qoplangan. Juda ham holatlari yaxshi. Mana bog'imiz ham bor oldida. Aziz obunachilar, mana bu yoqda kalitka, bu yoqda katta darvoza. Uyimizning maydoni 4 sotikdan iborat. Juda ham holatlari yaxshi. Aziz obunachilar, bu xonadonimiz 4 sotikdan iborat. Mana xonalarimizni o'zingizlar ko'rdinglar. Kirganingizda peshayvondan shunday ko'targaningizda zal, yotoqxona, yana bitta xolasiz u ham yotoqxona qizlaringiz uchun, xolasizlarning o'g'il bolalar uchun yana bitta oshxona, 5 xonadan iborat. Bu yoqda hojatxona tashqarida, yana bitta hammom, zeleniy zona daraxtlar bilan. Aziz obunachilar, mana xudo xolasa o'zingizlar ko'rib baho berib, o'z yaqiningizlarga ulashib, ularning uyi joyli bo'lishini sizlar sababchi bo'lsanglar, ulug' ayyom kunlarida xudo xolasa bir-birimizga sabab bo'ladigan bo'lsak, biz rozimiz, biz duolarga muhtojmiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rish nasib etsin.